Kariz qaynonam bilan Kariz xolam yana tortishib qolishdi. Xudoga shukr bu safar meni deb emas, Kariz qaynokammi deb. Xullas, gapiradigan gap ko'p, ko'rpachalarni yoyib olib, yaxshilab joylashib olinglar. Havo juda ham issiq bo'lganligi uchun ham ventilyator, ham konditsionerni yoqib oldik. Qaynonam bilan endi ovqatlanamiz deganimizda Kariz xolamiz telefon qilib qoldi. Qaynonamni kayfiyatlari juda ham yaxshi edi, lekin telefonda Kariz xolamiz bilan gaplashib, kayfiyatlari tushib ketdi. Buni ovqatni qaranglar, boshimdan ham ketdi. Xullas, Kariz qaynokam juma kuni armiyaga qaytib ketish kerak edi. Shuning uchun Kariz pochchamiz ishxonasidan javob so'ragan ekan. Kariz qaynokamni armiyasiga o'zlari tashlab kelmoqchi bo'lgan ekanlar, lekin Kariz qaynokam juma kuni emas, payshanba kuni ketmoqchi bo'lyapti. Chunki payshanba kuni oshnasini uyiga borib, bir kun qolib, ertasi kuni armiyaga o'tib ketmoqchi bo'lyapti. Shu gapni Kariz pochchamizga aytganda birpasda arazlab qoldi shekilli. Kariz xolamiz sirasi telefon qilib, "Bolang nimaga unaqa qilyapti?" deb so'kib berdilar. Xullas, Kariz xolamiz bilan pochchamizni deb hayotimiz juda ham qiziq.